Barselona 100 million yevroga hujumchi sotib olishi mumkin. Madridning Atletico klubi hujumchisi Julian Alvares yozgi transfer oynasi vaqtida Barselonaga o'tishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Robert Lewandowski ushbu mavsum yakunida Barselonani tark etishi kutilmoqda. Chunki polshalik forvardning ko'kanor ranglilar bilan shartnomasi 2026-yilning yozida yakuniga yetadi. Klub esa uning o'rniga munosib o'rinbosar izlamoqda. 25 yoshli Alvares esa klub talablariga mos keladigan hujumchi sifatida ko'rilmoqda. Qolaversa, argentinalik futbolchining o'zi Atleticoni tark etib Barselonaga o'tishga qarshi emas. Sababi uni matraschilar ustozi Diego Simeone bilan munosabatlari yaxshi emasligi aytilgan. Biroq transferni amalga oshirishda asosiy to'siq futbolchining yuqori narxi bo'lishi mumkin. Transfermarkt portali Alvaresning qiymatini 100 million yevro deb baholagan. Shuningdek, matraschilarning o'zi ham Julianni sotishga qarshi ekanligini bildirishgan. Ammo 100 million yevroni moliyaviy qiyin davrni boshdan o'tkazayotgan Barselona to'lay olmasligi mumkin. Shuningdek, Barselona o'zining B rejasini ham tuzib qo'ygan. Agar kataloniyaliklar Alvares transferini amalga oshira olmasa, Bavariya hujumchisi Harry Kane'ni sotib olishi mumkin. Chunki ingliz forvardining myunxenliklar bilan shartnomasida 2026-yilning yozida istalgan klub uni 65 million yevroga sotib olishi mumkinligi ko'zda tutilgan. Barselona esa ushbu bandni faollashtirmoqchi.